Assalomu alaykum, hurmatli tarix faniga qiziquvchi tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan o'zbek davlatchiligi tarixida Ashtarxoniylar sulolasining hukmronligi va hokimiyatga kelishi to'g'risida fikr yuritamiz. 1556-yilda Ashtarxon xonligini Rossiya bosib olgandan keyin u yerdagi hukmdor Iskandarxon Buxoroga keladi. Buxoroda ularning amakivachchalari, ya'ni Shayboniylar hukmron edi. Ular juda ham katta izzat-ikrom bilan kutib olinadi. Shu paytda Buxoroda xoni Iskandarxon o'z qizi Zuhra begimni Jonibek sultonga uzatadi va undan 3 ta o'g'il tug'iladi: Dilmuhammad, Boqimuhammad va Valimuhammad. Asta-sekin borib Ashtarxoniylar Shayboniylardan hokimiyatni tortib ola boshlaydi va 1601-yilda ularning vakili Boqimuhammad taxtga o'tiradi va u 1605-yilgacha hukmronlik qiladi. 1605-yildan 1611-yilgacha Valimuhammad taxtda bo'ladi. Shu paytda Buxoroda amirlar qo'zg'olon ko'taradi va Valimuhammad amirlarning qo'zg'olonini bostirish uchun Eron shohidan yordam so'rash uchun Eronga qochib ketadi. Bu paytda bundan g'azablangan amirlar Boqimuhammadning o'g'li Imomqulixonni taxtga o'tqizadi va u 1611-yildan 1642-yilgacha taxtda o'tiradi va Buxoro xonligini, ya'ni Ashtarxoniylar sulolasi hukmronligini hokimiyatini chegaralarini kengaytirish uchun kurash olib boradi. Toshkent, Balx va boshqa bir qancha shaharlarni o'z tasarrufiga oladi. Xonlikning shimoliy sharqiy hududlari kengayib, natijada Ashtarxoniylar sulolasi ancha markaziy hokimiyat kuchayadi va qo'shni davlatlar bilan yaxshi do'stona munosabatlar, savdo-sotiq munosabatlarini o'rnatadi. Shuning bilan buguncha suhbatimizni to'xtatamiz. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.